Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, akalar, bugun hafta kuniga payshanba 12 fevral video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha arzonchi Doniyor akalar fermasidan boryapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar, charchama turibsizlarmi? Hoji buva, hojonalar, aka ukalar, xudo xolasa qo'ldan kelganicha yana sariqlardan shu toza arasham deganlarni yetkazib keldik, xudo xolasa. Ozgina sozgina. Qaysi birini bolasi bor ekan? Mana shunisining bolasi bor. Mana shuning bolasi bor. Bunisini endi bunisi tug'oy deb turibdilar jonivor, xudo xolasa. Bu endi qondaga kirib chiqmaganmiz, xudo xolasa egalari ham bu egazachchi deb berdi obijon buni. Aha. Nimaga o'zi yormadimda? Dumba ayri, yelillar ham ayri, xudo xolasa endi Alloh bergan-da. Endi bitta tushadimi, ikkita tushadimi, bitta tushsa ham zo'r tushib bersa, xudo xolasa. Egasi egazachchi deb berdi. Biz ham endi umidvor qilib egazachchi deb turibmiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, o'zi yaqin ekan, tug'ishi ham. Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha o'zimiz xonadonimizda turibdi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bittasi bo'g'oz, bittasi ona bolami shunda. Bittasi ona bolam, bolasi sodiq obijon. Bolam zonmasami bola ham jonivor, qarang bolasini ham. Voch qo'zichoq. O'ta chiroyli narsa bolasi ham. Yosh oyliklarichi bular? Yosh oyliklari bu ikkinchi bolasi obijon. Buni ikkinchi bolasi. Bunisi ham ikkinchisi deb berishdi egasi. Xudo xolasa o'zingizlar qo'y qilib yurgan ekanlar buni. Ikkinchisiga ekizak bo'g'oz qo'shgan ekanlar. Ammo yeb ishlari ham o'ta zo'r, ammo quloqlarni ham qarang obijon. Quloqlarni ham qaranglar akalar. O'ta zo'r quloqlar ham 20 chiqib qoladi, xudo xolasa. Oq tumshuq degan qo'ylar, mashhur qo'ylar akalar. Mana qo'yni qaranglar. Xudo xolasa. Yaxshi qo'ylar, yeb ishlari. Bo'ybastlarichi buni? Bo'ybaslari obijon bunisi shu 90 chiqmasa hamcha kamroq chiqadi. Ozroq chiqadi. Bunisini 85 ga olishaversin. 85. 85 ga olishaversin. Bu ham yuzlari ham o'ta chiroyli ekan. Akalar yuzlarini. Xolasa yuzlari o'ta go'zal. O'zi juni ham tula bo'ldi, obijon o'zi bularda. O'zi tulaydigan olib yurmaysiz-da buni, mana toza arasham bu qarang. Mana. Tagam o'ta simjun. O'zi ozgina qotdi juni ham akalar, tulashni boshlabdi. O'zi tula bo'lib qoldi o'zi mana. Tagi ham o'zi chiroyli narsa, mana taylari ham mana. Tagi ham mana toza arasha. Xolasa akalar. Bunun narxini bitta aytamizmi yo denna aytamizmi? Bir joyga olsa bitta aytib olamiz obijon. Bitta ayting. Olsin o'zi bir kishini qo'yib qo'y. Ikkalasi bir kishini qo'y. Ikkovi bitta odamni qo'y, ikkalasi ham. Mana buni naq bolasi bor. Zo'rini qo'shgan ekanlar, bunisi o'zi mana o'zi qorinlari ham turibdi jonivorni. Ikkala tomon ham urib turibdi. Endi Alloh bergan, ammo biz ham endi garantiya egazachchi deb bermaymiz, lekin Alloh bersa, ikkita tug'ib bersa, Xudoni bergan. Nihoyatda xursand bo'lamiz. Kimlarga nasib qilsa bolasi naq yonida turibdi akalar, ikkinchisi mana o'zi lappullab turibdi akalar. Buni bolasi mana. O'zi ham yaxshi ekan. Shu naq bo'g'oz ekan. Bir hafta atrofida, bir hafta yo'q qolibdi. Bu yoq bir hafta, xudo xolasa. Qonni ham o'zi akalar. Xo'p, narxchi endi buni Doniyor aka? Narxda endi obijon buni bir joyga olsa, buni 20 million deb o'tirmaymiz. Buni endi to'g'risi 10 milliondan oshiq ham sotilyapti bu ona bolada. O'zi orashani bolasi, bola soli o'sa ham 10 million oshiq ham sotilyapti. Bizniki endi yo'lida bo'ladi. 19 million xayri bor. Ikkalasi bir joyga 19 million. Bir joyga olsa 19 million so'mdan xayri ham bor, kami ham bor. Kami ham bor, chipchi kami bor. Endi aytganiga hech kim sotmaydi. Misol bozorga olsangiz, misol buni 22 million deymiz. Shunaqa 22 million qolamas, o'zimiz xonadonimiz bu, xudo xolasa. Birinchi qo'ldan xudo xolasa akalar, yo'lida qilib sotiladi, xudo xolasa. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, aytilgan narxlardan o'tib beriladi akalar. Qo'ylarda olma qaranglar basharasini. Quloqlari ham zo'r ekan janob. Toza qo'y ekan, xudo xolasa. Mana shu egizakchi deyishyapti, endi yo'q, don bergan. Ancha jundichida emas obijon qo'ylar ham da, qo'yni qarang mana. Jun degan narsa yo'q ustida. Endi chipchi bor, yo'qmasi. Lekin bu o'z tula bo'ldi. Tula bo'lgan qo'y ekan. Tula bo'ldi bunisi. Bu sheriga endi hozir jichcha qoldi o'sha tepalarida. Ozmos qoldi, tula bo'lay deb qolishdi o'zi janob. Yeb ishlari ham, qorinlarni ham qarang, yeb ichishi ham o'ta zo'r ekan janob. Bir hafta garantiyasi bor. Badanda ham qarang, obijon qo'yda badanda. Badani ham qo'yda shu bola vaqt turib janob o'zini oldirib qo'ymagan ekan. Mana idishi ham akalar. Mana orqa oshlari ham janovardi. O'rtacha bitta sigir idishidek ekan. Idishi ham yaxshi ekan. Akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa biz ikkinchi partiyamizga ketdik o'qasan.
Ikkinchi partiyamizga akalar mana bundaqa qo'ylarni birinchi qoringa bo'g'oz. Qo'zidan ekitishga endi o'tayotgan qo'zilar. Qo'ylarimiz Xudo xolasa akalar mana tagi o'zi bilinib qolgan birinchisiga bo'g'oz qo'ylar. Hop, bularda endi Doniyor aka yosh oyligi qanaqa? Obidjon bu yosh oilalari 12 oylikdan o'tgan qo'ylar. Oyliqdan o'tgan. Tish chiqarib qolgan ha? Ikki tishdan. Ikki tishdan. Mana bu isbot mana qilib qo'ylik mana. Siz isbot Mana. bilan mana akalar. Ikki tish. Mana ikki tish. Qora ham ikki tish. Kashtan ham ikki tish mana. Mana. Hammasi ikki tishdan qo'yiladi. Uchalasi ham ikki tish birinchi qoringa bo'g'oz qo'ylarimiz Xudo xolasa. Toni ham toza. Obidjon Qo'ylar ham toza mana akalar ko'ringlar. Yaqinroq kelib bering. Yaqinroqda uylari bo'lsa ko'rib ko'zlari bilan ko'rib ham olishaversin. Qo'ylarni ko'ringlar, mana bunisi ham qop-qora, toza jun ekan. Yuzlarini ham qarang, quloqlari ham butun qo'ylar mana. Mana. Mana akalar. Quloqlarini ham qarang, jonivorlarni. Mana qo'ylarni quloqini qarang, jonivorlarni. Mana akalar qo'ylar. Qo'ying bormi siz bor deydigan narsa mana. Toni ham toza qo'ylardi Obidjon. Toza qo'ylar, Xudo xolasa. Obunachilarimiz Xudo xolasa xursand bo'lishadi olsa qo'ylarni. Ular bo'ylarini nechiga beramiz endi? Bo'ylar 85 ga oshaversin. Bo'ylari 85 plyus Xudo 85 xolasa. plyusga oshaversin. 85 ga oshaversin. 85 ga olaversinlar akalar. 85 ga plyus minusi yo'q. Mana bo'ylar tig'i toza. Birinchisiga bo'g'oz qo'ylar. Uchalasi ham birinchi qoringa Shu ham bo'g'oz. birinchi qoringa suyalari ham yaxshida 85 qo'y. Birinchisiga tuqqaniga yaxshi qo'y bo'ladi-da. Xudo xolasa kelajagi bor qo'ylar. Kelajagi bor qo'ylar, Xudo xolasa. Qo'ying bormi desa bor deydigan qo'ylar. Orqa oshlar ham o'ta chiroyli qo'ylar, misol mana. Rezlari ham zo'r qo'ylar, ayri dumba. Rezlari ham mana akalar. Ikki dumba, solba dumba bor. Uchalasiniki ham kelishgan, dumbalari ham. Xudo xolasa qo'ylar ham zo'r. Aka, endi buni narxida hamma gap. Buni Obidjon bu 8, 7,5 bunaqa narsa yo'q. Bolada Bu ham boladagan qilib qo'yaveramiz. Bu 7 dan kami bor. Uchalasi bir joyga 7 milliondan xayri ham bor. 7 dan xayri bor, uchun bir joyga olishsa. Mana akalar, tortishadigan yeri qolmadi o'zi. 7 milliondan telefon qilasizlar. Xayri bor, qo'yib beramiz. Hech kim aytganiga sotmagan akalar. 7 milliondan xayr qo'yib beramiz. Xudo xolasa dastlabga qilib yetkazib olib borib beramiz. Birinchi qoringa bo'g'oz qo'ylar ekan mana. Xudo xolasa arziydi qo'ylar akalar, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar.